Assalomu alaykum do'stlar, men sizlarni ko'rib turgandan xursandman. Xudo xolisa bu videoda nima to'g'risida gaplashamiz? Kam byudjet bilan ko'p pul keltiradigan biznes yoki investitsiya sohalari bo'yicha gaplashamiz. Примерно 10 ming dollar kiritganligingizda 128 ming dollarga o'sgan bo'lardi. Ikkita passiv daromad olib keltiradigan biznes yaratib qo'yganman. Aktiv biznes bu siz har doim bo'lib turishingiz kerak. Passiv biznes bu bo'lmasa ham sizga pul olib keltiradi. Onlayn bizneslar rivojlanib kelyapti va kam byudjet bilan boshlasa bo'lishini tushuntirib o'tib ketmoqchiman. Endi aksiya bozorini gaplashib ketamiz. Umumiy hajmi bu 120 trillion dollar. Analiz qilishingiz kerak bo'ladi. Uzumga kirasiz yoki Yandexga kirasiz, analiz qilasiz, qaysi mahsulot yaxshi o'syapti va sotuvi ko'p bo'lyapti. Siz reklamangizni ko'rish kerak va reklamangizni ko'rgandan keyin, klik bosishgandan keyin u bir xil tovarlarni sotib olish kerak. Chunki har doim yangilik kirib boraveradi. Yangi loyihalar topishingiz kerak bo'ladi. Bitta loyiha ishlab bo'lganligingizdan keyin u yangi loyihadan yana pul topishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, daromadingiz 100 dollardan 5000 dollargacha trafik sifatiga qarab. Assalomu alaykum do'stlar, men sizlarni ko'rib turgandan xursandman. Xudo xolisa bu videoda nima to'g'risida gaplashamiz? Kam byudjet bilan ko'p pul keltiradigan biznes yoki investitsiya sohalari bo'yicha gaplashamiz. 4 ta sohamiz bor va bu videoni ko'rishdan oldin siz daftar kitob tayyorlab qo'ying yoki kompyuterda ko'ring, chunki zo'r informatsiyalar berib ketaman. Bu informatsiyalarni yig'ishga va qoplashga men juda ko'p vaqtimni ketkazganman va sizlarga bu narsani taqdim beryapman. Oxirigacha bu videoni ko'rsangiz, men o'zim maxsus takliflarim bor va o'zimni qanaqa bizneslarimni ko'targanlarim bo'yicha videolar ham tekinga beraman ichida. Va plus 5-6 ta bonuslar bor. Buni oxirida gaplashib ketamiz. Men sizlarga kam byudjet bilan ko'p pul olib keladigan 4 ta soha bo'yicha gaplashamiz. Bittalab sizlarga o'qib ketaman. Bu kirish qismida e-commerce, marketplace, tayyor platformalar, Uzum yoki Amazon orqali mahsulot sotish. Bu narsani juda ham ko'p ko'rgansiz. Imini reklamada ham ko'ryapsiz. Davay qilinglar, boshlanglar va yaxshi foyda olib keladi deb ko'rsatishyapti. Va bu narsani xatolari va qanchalik pul topishingiz mumkin, qanchalik mumkin emas va hokazo hammasini gaplashib ketamiz ichida. Amazon affiliate marketing O'zbekistonga ancha yil oldin kirib kelgan. Bu narsani o'zimiz ham ishlab ko'rganmiz, investitsiya ham qilganmiz va qanaqa sizlarga ishlatish ham tushuntirib ketaman. Bu passiv daromad. Undan keyin AI menejerlik, sun'iy intellekt menejerlari. Sun'iy intellekt orqali siz menej qilasiz, boshqa kompaniyalarda yaxshigina foyda olib kelishingiz mumkin. O'zingizga ham va boshqa kompaniyalarga ham. Va oxirisi bu investitsiyalar. Investor o'zi kim bo'yicha gaplashib ketamiz. Passiv va aktiv daromadlarning farqini gaplashamiz. Metallar bo'yicha, kriptovalyutalar bo'yicha, aksiyalar bo'yicha va trading bo'yicha hammasini gaplashib ketamiz. Qaysi odamga bu soha tushishi mumkin, qaysi odamga tushmaydi va bu sohada qanchalik foyda olib kelishi mumkin sizga. Chunki siz oltin yoki kumush o'sganini bilishingiz kerak. 2025-yilda 5000 dollarga chiqdi imini oltinning narxi va примерно 70% o'sish bo'ldi. Banklarga pul tiksangiz ham bunaqa katta foyda olib kelmaydi. Bu halol. Prosta pulingizni ushab turasiz imini oltinda, fizik oltinni sotib olib. Va kumush to'g'risida gaplashdik. Kumushimiz 2025-yilda 152% ga oshdi. Bu nereal o'sishdan biri, chunki 100 dollardan oshiq unsiyasiga o'sib ketdi. Va kumushni bugun potensialni ham gaplashib o'tib ketamiz. Sababi bilsangiz, tilla hech nimaga hozir bog'lanmagan oddiy ukrasheniya yoki boshqa narsalarga sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Chunki oldin dollarga bog'langanda, hozir dollarga bog'lanmagan va volatilnosti, boshqa narsalari bunchalik katta emas kumushga qaraganda. Kumush xos sanoatda juda ham kuchli bog'liq bo'lyapti. AI, elektronika, quyosh panellari, elektromobillar va shu sababli oltinga nisbatan volatil, lekin o'sish potensiali yuqori, chunki kumushimizni tugab boryapti. Va Bitcoin bilsanglar kerak, Bitcoin 2010-yilda 1 dollar ham turmagan va hozirgi paytda 80 ming dollar atrofida turibdi va boshlang'ich investorlar juda katta foyda topishgan. Lekin imенно kriptovalyuta olamida juda ko'p firibgarliklar bo'lgan. Firibgarlik deganligida birjada sotib olsangiz, birjalar uxlab ketgan. Birja sotib olsangiz, birjalar ko'pchilik yopilib ketgan, bankrot bo'lib, yoki Bitcoinni ko'pchilik odam yo'qotib qo'ygan. Va Bitcoinni bilsangiz, juda ko'p odamlar, moshenniklar bor, sizga qanday pochta yuboradi va pullaringizni olib olishi mumkin. Juda ham oson. Juda ko'p anaqaga uchrashgan, juda kam potensial odam o'sib borgan bo'lishi mumkin imенно bu sferada. Va kompaniyalarning aksiyalarini eshitgan bo'lishingiz mumkin. Примерно oddiy tilda tushuntirib o'tib ketaman. Kompaniya qimmatbaho qog'ozni sotib olasiz va ulushiga sherik bo'lasiz. Nvidia bo'yicha gaplashib o'tib ketamiz. 2023-yilda Nvidia aksiyasi примерно 14,5 dollar turgan va hozirgi paytda 186 dollarga chiqib ketdi. Bu 2 yil ichida примерно 10 ming dollar kiritganligingizda 128 ming dollarga o'sgan bo'lardi. Bilsangiz, passiv daromadda ko'p pul olib keladigan bunaqa sohalar kam juda. Va bilamiz, trading sohasi bu forex sohasi, leveragelar bilan ishlash. Buni foydali va zarar tomonlari ham bittalab tushuntirib o'tib ketaman va qaysi sizga soha ko'proq tushishini ham gaplashib o'tib ketamiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar. Endi boshladik. Men o'zim haqimda tanishtirib o'tib ketaman. Men Ismoilov Hojiakbarman. 7 yilga tajribali finansistman. Klientlarimni 3 million dollar atrofida portfellarini boshqarganman va o'zim pullarimni boshqarganman. Ikkita passiv daromad olib keltiradigan biznes yaratib qo'yganman. Bilsangiz, aktiv va passiv bizneslar bor. Aktiv biznes bu siz har doim bo'lib turishingiz kerak. Passiv biznes bo'lmasa ham sizga pul olib keltiradi. Va 25 yoshimda o'zim pensiyaga chiqarganman va qanaqa qilganligimni bitalab tushuntirib o'tib ketaman sizga. 2019-yilda pochchamdan 1000 dollar qarz olib investitsiya kiritganman. Bir haftada shu pullarim 8 dollarga aylangan. 2020-yilda koronavirus bo'lgan, bilsanglar, o'sha paytda meditsina sektori zo'r
zo'r rivojlangan va o'sha payt bitta aksiya bor edi, koronavirusga qarshi vaksina chiqarardi va o'sha aksiyaga pul tikib qo'ygan edim va 2 haftada $8 foyda qilganman va o'sha pullarni ko'paytirib $3000 portfel yig'ib va trade qilishni boshlaganman imенно aksiyalarda. 2025-yilda $226,000 atrofida ko'proq kapital yig'ib qo'yganman passiv daromadim orqali va bizneslarga pul kiritishni boshlaganman. Uy biznesim hozir примерно $1 million dan oshiq oboroti bo'lyapti va OnVision degan startapim $2,700,000 dan oshiq pulga baholanyapti. Nega O'zbekistonda biznes yoki investitsiya rivojlanib boryapti? Bittalab ko'rib chiqishimiz kerak. Farqi O'zbekistonda aholisi 60% dan ortig'i yoshlar tashkil etadi va odamlarning qishloqdan shaharga qaytishi yoki chet elga borib ishlab keyingi maqsadi qayta O'zbekistonda biznes qilaman deyishi va hozirgi paytda onlayn bizneslar rivojlanib kelyapti va kam byudjet bilan boshlasa bo'lishini tushuntirib ketmoqchiman. Xo'p, ana endi e-commerce bo'yicha gaplashamiz. Marketplace'lar, tayyor platformalar bor. O'zbekistonda Uzum bor, Wildberries bor, Yandex bor va hokazo juda ko'p platformalar bor va endi qanaqa ishlashini tushunishimiz kerak. Ishlash mexanizmi o'zi mahsulotni topasiz, faraz qilamiz, Xitoydan topishingiz mumkin bu mahsulotni. Qanaqadir analiz qilishingiz kerak bo'ladi. Uzumga kirasiz yoki Yandexga kirasiz, analiz qilasiz, qaysi mahsulot yaxshi o'syapti va sotuvi ko'p bo'lyapti. Analiz qilganligingizdan keyin yoki Xitoyga borasiz, yoki eng oson variant Abu Sohiga borib, arzonroq variantni olib, Uzumni skladiga yoki Yandex skladiga olib borib, tashab va o'sha akkauntingizni ochib, chiroyli qilib qo'yishingiz. Bu akkaunt yaratish ozgina problemalari ham bor. Sababi akkauntingizni yaratishingiz kerak. Siz tovar olganligingizdan keyin ichida strix kodlari, uni upakovkalari hammasini o'zingiz qilishingiz kerak bo'ladi. Kartochkalarini chiqarishingiz kerak bo'ladi. O'zining problemalari bor. Qilib bo'lganligingizdan keyin zo'r foyda qilsangiz bo'ladi. Va marketplace ishlashi pluslari va minuslari gaplashib o'tib ketamiz. Tayyor mijozlarning oqimi, tayyor o'zi mijoz sizga olib kelib beradi. Marketplace'lar siz uni qidirib o'tirishingiz kerak emas, target yoqishingiz kerak emas, qanaqadir onlayn magazin ochishingiz kerak emas. Prosta berasiz, hamma ishingizni o'zi qilib beradi. Ombor shart emas, dropshippingga o'xshash narsa bo'ladi. Minuslari yuqori raqobat, sababi yuqori raqobatdan chiqishingiz kerak. Bilsanglar, prodavers reytinglari bo'ladi, reytingni oshirishingiz kerak bo'ladi, sizga ishonch bo'lishi kerak bo'ladi sotayotgan odamlarni. Komissiya to'lovlari juda yuqori, imенно Uzumda bilsangiz, chunki Uzumda yoki boshqa platformalarda bo'lib to'lash ham bor. 1 oydan keyin sizga pulingizni tushirib beradi, bitta tushirib bermaydi, shu joyi ham bor. Sotuvlardan keyin produkt sinib qolishi bor, yo'qolib qolishi bor, u chiqishingiz kerak, Uzum podдержка qilishingiz kerak, o'zining problemalari ham bor. Tovar upakovka va shtrixlash va skladga olib borish. Bir xil tanishlarimiz bor, juda ko'p miqdorda sotib olsangiz, imенно yuklarni siz olib borishingiz kerak skladga, olib borganligingizdan keyin kutishingiz kerak bo'ladi. Bir xillarda shtrixlari unisini bittalab tekshirib oladi, bir xilda sovuqda qolib ketishi mumkin-da. O'zining problemalari bor. Minuslari ham, foydalari, joylari ham bor. Xo'p, daromadi $300 dan boshlab cheksiz pul topishingiz mumkin. Qancha pul kiritganligingizga qarab. $100 tiksangiz faraz qilamiz, menimcha pul topasiz, buncha pul topasiz deya olmayman. Chunki Uzumda qanchalik katta pul tikib borsangiz yoki mana shu platformaga qanchalik pul tikib borsangiz, ana 500% dan 100% ga pasayib borishi mumkin. Bitta tanishim menga aytdi, $100,000 menga pul tik, mana shu Uzumdan masalan yiliga 100% men foyda qilib berishim mumkin deyapti. Va 100% bu 1 yilda chiqarib beradi u pulimni. Ana har xil payt sotilishi mumkin, bilmaysiz, ammo 100% sotiladi. No, bilmaysiz, 1 yilda sotilishi mumkin produktingiz yoki 5 oyda yoki 1 oyda yoki 2 kunda. Bu narsa ham produktingizni yaxshiligiga bog'liq. Xo'p, keyingisi bu Amazon Affiliate Marketing. Amazon Affiliate Marketing o'zi qanaqa ishlashini ham bitta tartibini tushuntirib o'tib ketaman. Amazonda mahsulotlarni reklama qilasiz. Siz qakbi oddiy targetologga o'xshagan odam bo'lasiz. Amazonda o'z akkauntingizni ochasiz va akkauntingizda prosta Amazonda o'sha platformasiga kirayotgan odamlar sizni reklamangizni ko'rish kerak va reklamangizni ko'rgandan keyin klik bosishgandan keyin u bir xil tovarlarni sotib olish kerak. Sizni tovaringiz bo'lmaydi va siz prosta o'rtakash bo'lasiz, makler. Prosta mana klientlarni tortib berishingiz kerak. Platformaning ichida, Amazon platformasida shotingizni ochasiz, sotuvdan foiz olasiz. Bo'ldi. Например, mana bunaqa blender sotyapti kimdir, o'sha blenderni reklama qilib beryapsiz, chiroyli qilib. Reklamadan odam o'tdi, sotib oldi va sizga 5%, 2% va hokazo foiz pul berib borishadi. Xo'p, ishlash mexanizmi maxsus linkni berasiz. Linkdan odamlar xarid amalga oshirishadi va komissiya 1% dan 10% gacha. Bu imенно produktga qarab. Amazon Affiliate Marketing pluslari va minuslari: mahsulot sotib olish shart emas, riskingiz 0 ga teng, passiv daromad olib keladigan zo'r bizneslardan biri. Minusi ko'p trafik obunachi talab qiladi. 3 yoki 6 oy akkauntingizni prokrutka qilishingiz kerak bo'ladi. Bu problema bir xilda, например, 0 da o'tiradi, undan keyin foyda topishi mumkin. Shu joylari ham bor. Foyda qilishingizni boshlash uchun 3 oy, 6 oy kutishingiz kerak, juda qiyin. Shu joylari ham bor. Xo'p, daromadingiz $100 dan $5,000 gacha trafik sifatiga qarab.
Xo'p, keyingisi bu AI menejerlar, sun'iy intellekt menejerlari. Sun'iy intellekt vazifalarini biznes jarayonlariga integratsiya qiluvchi odamlar bo'ladi. Faraz qilamiz, men marketologman va men lidlarimni tortib borishim kerak. Qanaqadir platformalar orqali va Telegram orqali deymiz. Botlarni bilsanglar kerak, botlarni yasab berish mumkin. Mana imенно sun'iy intellekt menejerlari. Menga aytaman, men liddan tortishim kerak, botdan menga bot qilib ber, shu lidlarni avval botga qilib berish kerak. U odam mana shu lidlarni avval botga qilib berish uchun bot yasab beradi. Shu sifatda qilib berish mumkin yoki videograflarga foydasi tegishi mumkin. Har xil menga video montaj qilib ber, mana bunaqa narsalar qilib ber. Biro degan narsa bor. Bu har xil stavkalar chiqib keladi imенно videoda. Shu videoda menga chiroyli anaqa narsani yasab ber deydi va hokazo. Har xil proyektga qarab o'sha odam pulini oladi. Yo'nalishlari chatbotlar qurish, prompt engineering, content generatsiyasi va hokazo. Juda ko'p vazifalar bajarishingiz mumkin. Pluslari eng yangi sohalardan biri kam raqobat botda va yuqori haq berishadi soatingizga qarab. Minuslari doimiy o'rganishingiz shart bu sohalarni, chunki har doim yangilik kirib boraveradi. Yangi loyihalar topishingiz kerak bo'ladi. Bitta loyiha ishlab bo'lganligingizdan keyin u yangi loyihadan yana pul topishingiz kerak bo'ladi. Ona doimiy emas bu ish va ko'proq yoshiga to'g'ri keladi bu ishlar. Chunki o'sha 30 dan yuqori bo'lsangiz, siz bu narsalarni tushunmaysam, onasini demsam, men nima qilaman bu narsani qilib deysizda. Daromadingiz loyihangizga qarab $500 dan $3000 foyda keltiradi. Ana endi investitsiya bo'yicha gaplashib o'tib ketamiz. Investor o'zi kim? Investor bu shunchaki boy odam emas. Investor bu bugungi xarajatni kelajakda katta daromad uchun katta qurbon qiladigan odam. Pulni o'ziga o'zi ishlatadigan strateg desa ham bo'ladi. Investor va oddiy ishchi farqini tushuntirib o'tib ketamiz. Ishchi vaqtini pulga almashadi. Investor bo'lsa pulni ko'paytirish uchun kapitalni ishlatadi. Pulni pulga almashadi. Tushunasizmi? Investor pulni tikib qo'yadi, uxlab olganligidan foyda olib keladi. Ishchi bo'lsa, o'tda ishlab o'tirish kerak bo'ladi shu vaqtiga yarasha pulni olish uchun. Aktiv va passiv daromadlar farqini ham gaplashib o'tib ketamiz. Siz pul uchun ishlaysizmi yoki pul siz uchun ishlash kerakmi degan savol bor. Yaxshilab tushuntirib o'tib ketaman. Passiv va aktiv daromad yoki passiv aktiv investitsiya. Xo'p, aktiv daromadni gapirib o'tib ketamiz. Vaqt evaziga pul. Bu daromad turida siz jismoniy yoki aqliy ishtirok etishingiz shart bo'ladi. Oddiy misollar oylik ish yoki freelans zakaz bajarishlar, shaxsiy hunarmandchilik, taksichilik va hokazo. Formulasi vaqtni ko'paytirasiz, kuchga va pul kelib chiqadi. Oson narsa. Plusi pul tez keladi, minusi vaqtingiz cheklangan, charchaysiz, daromadingiz chegarasi bor. Endi passiv daromad bo'yicha gapiramiz. Kapitalni evaziga pul topasiz. Faol ishlamasdan turib ham tizim yoki aktiv sizga pul olib keladi. Siz uxlab yotganligingizda ham pul ishlab topasiz. Endi misollar aksiyadan dividendlar. Misol uchun siz kompaniyaning qimmatbaho aksiyasini sotib oldingiz, har oy sizga oyma-oy pul to'lab turadi. Sotib oldingiz ham u narxi oshib boryapti ham, siz oyma-oy yoki kvartalda pul to'lab turadi. $100 bo'ladimi, $50 bo'ladimi va hokazo. Ijaraga ko'chmas mulk, bank depozit bo'lishi mumkin, avtomatlashtirilgan biznes bo'lishi mumkin. Formulangiz kapitalni ko'paytiramiz tizimga va pul kelib chiqadi. Oddiy kapital yoki pulingizni prosta tikib qo'yish emas, chunki tizimingiz bo'lmasa pullaringiz prosta yo'q ketishi ham mumkin. Plusi bu moliyaviy erkinlikka chiqasiz, cheksiz vaqt, cheksiz daromad imkoniyatlari. Minuslari uni yaratish uchun vaqt yoki boshlang'ich kapital talab etiladi. Ana endi metal, kripto yoki tradingning plus va minuslari to'g'risida gaplashib o'tib ketamiz. Xo'p, ana endi metal bo'yicha gaplashamiz. Yaxshi tomonlari bu fizik aktiv, buni ko'rib turishingiz mumkin, ushab ko'rishingiz mumkin. Inflyatsiyadan himoyalangan aktivlardan biri, barqaror, keskin tushmaydigan narsalardan biri. Kamchiliklari sekin o'sishi mumkin. Bir xil paytida juda sekin o'sadi. 5%, 10% ham o'sib qo'yishi mumkin. Katta pul kerak bo'lishi mumkin. Minimal $500 yoki $1000. Bilsangiz, bir dona slitkani ham sotib olish o'zi problema metallardan biri. Chunki meni o'zimda mana shu problemim bo'ldi. Saqlash muammosi. Faraz qilamiz, tillada mayli problema emasdir, ozgina sotib olasiz. Kumush juda problema, bilasizmi? Kumush sotib olsangiz, onasini ham buni qayerdir chet elga olib yura olmaysiz yoki o'g'ri tushib qolishi mumkin, juda ham qo'rqasiz bu narsalarda. Va eng katta minusi bu tez sotib olib, tez sotib olmaysiz, chunki komissiyalar bor. Banklar ham jinni emas, siradan foyda qilish kerak-ku. Sotib olganligingizda ham komissiya oladi. Sotib olganligingizda ham komissiya oladi. Bir xillar bor, ona o'sadi, ammo sotib oldim foyda topmadim deydi. Chunki siz komissiya minus qilgan bo'lishingiz mumkin. Bu narsani 5 yoki 1 yil, 2 yil, 3 yilga sotib olish kerak. Shu aktivlarni. Passiv daromad yo'q, dividend yo'q, ijara bermaydi, soxta xavf, soxtalikning xavfi ham bor. O'zbekistonda juda ko'p. Siz lomga sotib olmoqchi bo'lsangiz ham bir xillarda juda ko'p fakelar chiqib keladi. Ichiga mis, nimadirlar tiqib yuborishi mumkin. Endi kriptovalyuta bo'yicha gaplashamiz. Yaxshi tomonlari yuqori daromad, yiliga 100 yoki 500% o'sishi mumkin. $10 dan ham boshlashingiz mumkin. 24/7 savdo tez ishlashi bor. Minuslari ekstremal risklardan biri, bu bir kunida 50% zarar ham qo'yishingiz mumkin kriptovalyuta orqali. Kuchli stress bo'lishi mumkin, doimiy narx tekshirib o'tirishingiz mumkin. Meni bitta tanishim bor, kapitalni 1 yil oldin kriptovalyutani o'zida $1 million edi.
mem coinlarga yoki uni Litecoinlarga tikib qo'yuvdi. Va hozir kapitali 500 ming dollarga tushib qoldi. Endi hozir Bitcoinga tikib qo'ygan Ethereum bilan yana narx tushib ketyapti. Men hozir Binance bilan boshqa narxlarimni o'chirib tashladim ko'rmaslik uchun. Mani miyam ishlamayapti deyapti. Sababi tizimli investitsiya qilmaganligi ham bo'lishi mumkin. Undan keyin bilsanglar, juda ko'p skamerlar bor, imminni kriptovalyuta olamida. Siz, например, pullaringizni uxlatib ketishi ham mumkin, chunki ko'pchilik odamlar Ledger onaqa sotib oladi. Fleshkalar sotib oladi, Ledger degan fleshkalar sotib olishadi. O'sha yerda kriptovalyutalarni saqlab borishadi va bu narsani yo'qotib qo'ysangiz bo'ldi. Uxladi degan shu joylari ham bor. Qonun yo'q O'zbekistonda, tartibsiz, himoya yo'q, vobshe himoya yo'q. 90% loyiha skam. Bu pulingizni yo'qotish oson. Birja risklari, FTX degan birja bor edi, shu paytlarda bankrot bo'lib yopilib ketgan. Juda ko'p odamlarni bitcoinlari, kriptovalyutalari o'sha imini birjada qolib ketgan va pul yo'qolgan. Endi so'rashingiz mumkin, o'sha payt men bitcoinga 10 dollarga 1 dollar kiritib qo'yganligimda 100 ming dollar bo'lishi mumkin edi. Ko'p skam bo'lgan imini kriptovalyuta olamida pullaringizni baribir ham yo'qotishingiz mumkin. 90% verayatnosti bilan. Shu sababdan men boyib ketishim mumkin degan narsani aniqlamasligingiz ham mumkin. Hozir endi regulyatsiyalar kuchli bo'lyapti. Mavjud bo'lishi mumkin. Hozir kriptovalyuta orqali foyda ham pasayib ketdi. Haqiqiy qiymati yo'q, faqat spekulyatsiya, daromad 500% yoki 70% minus bo'lishi mumkin. Bashorat qilib bo'lmaydi bu yerda. Bu juda problemli narsa. Hech nimaga ulanmagan kriptovalyuta tizim yo'q bu yerda. Ana endi forex bo'yicha gaplashamiz. Yaxshi tomonlari bu tez daromad qilishingiz mumkin. Kuniga 1 yoki 5% foyda qilishingiz mumkin. 100 dollardan ham boshlashingiz mumkin. Uydan ishlashingiz mumkin. Moslashishingiz ham oson bo'ladi. Kamchiliklari 90% odamlar pulni yo'qotadi, statistikaga bog'langan bo'lyapti bu yerda. Har kuni 8 yoki 12 soat dam olish yo'q. Chunki siz hozir forexga kirganligimdan keyin bo'ldi, men oson pul topaman. Bu hamma internetda yoki Instagramda men mashina oldim, men 1000 dollar, 100 ming dollar qildim va hokazo. Stabil daromad yo'q. Qilishi mumkin bir marta. Keyingi safar u pullarni mutlaqo yo'qotib yuborish mumkin. Bitta tanishim bo'ldi menda, foyda qildi, 100 dollardan 1000 dollar qildi-da, zo'r foyda qildim. Ana endi mashinasini sotdi, Gentrasini o'sha payt 19 ming edi. Forexga tikdi. Kiritganligidan keyin nima bo'ldi bilasizmi? Shu ishonch bo'lib qoldi, shuncha pul topdim. Mana endi mana shu 19 ming orqali endi 100 ming, 200 ming qilaman. Yo'q bo'ldi puli. Mashinasidan ham ayrildi, pullardan ham ayrildi, ishidan ham ayrildi eng qizig'i. Hozir bilmayman nima qilyapti. Kuchli stressga tushishingiz mumkin, sog'lig'ingiz buziladi, uyqusizlikka tushishingiz mumkin, chunki siz faqat shu narsani o'ylaysiz. Bir xil aytadi-yu, trading o'rganing, siz va forex o'rganing, siz 2 soat vaqt ajratsangiz ham yetadi. Yo'q, psixologik o'shanga bog'liq bo'lib qolasiz. 3-5 yil o'rganish kerak professional bo'lish uchun. Bu juda qiyin o'rganish ham bu imенно forexni, chunki u yerda skamlar ham juda ko'p. Leverage xavfi bor. Bir xato hamma pulingizni yo'qotadi. Leverage degani bu kreditni плечо bilan ishlaysiz. Kreditni плечо degani siz banklardan kredit olib o'sha birjaga tiqishingiz bo'ladi-da. Va bu yerda harom joylari ham juda ko'p imенно forexda. Xo'p, gamblingga o'xshaydi. Qaramlik xavfini juda yuqori. Bu ish investitsiya emas. Ana endi xulosa qilamiz. O'zi aksiyani ham tushuntirib ketmoqchiman sizlarga. Aksiya o'zi nima barqaror, nima passiv va isbotlanganligini tushuntirib ketaman sizga. Kripto bozoriga qaraganda umumiy hajmi 3 trillion dollarga ega. Asosiysi ikkita aktivga bog'liq, Bitcoin va Ethereumga. Muammo kichik bozor, katta volatil. Xavfi ham juda katta. Forexda market kapitalizatsiya vobshe yo'q. Faqat kulli hajmi bor 7 trillion dollar оборот. Chunki forexda hech qanaqa qiymatga ega emassiz. O'zi kriptovalyuta ham hech qanaqa qiymatga ega emas. U narsani sotib olishingiz mumkin, ushlab turishingiz mumkin. Forexda просто pul aylanasidan siz foyda qilasiz. Banklarga o'xshab. Men, например, siz o'zbek so'mini dollarga olmoqchi bo'lsangiz, menimcha qanday komissiya olib qoladi-yu, shu yerda ham siz mana foyda qilayotgandek bo'lasiz. Muammosi haqiqiy qiymati yo'q, faqat almashuv bo'ldi. Endi aksiya bozorini gaplashib ketamiz. Umumiy hajmi bu 120 trillion dollar. 40 marta kriptovalyutadan oshiq. Sababini tushuntirib ketaman. Siz haqiqiy kompaniyalarga pul kiritib borasiz, real bizneslarga. Bu narsani realniy faktni ko'rasiz va bu narsaga pul kiritasiz. Undan keyin barqarorlik, katta bozor bo'lganligi uchun va kam volatil bo'ladi. Kam volatil deganligi bu riskingiz katta bo'ladi degani emas. Xavfsizlik bir kompaniya tushsa, boshqalari o'sadi. Sizga oddiy tilda tushuntirsam, kriptovalyuta bu kichik hovuz, bir tosh tashlasangiz, to'lqin katta bo'lib ketadi. Forex haqiqiy qiymati yo'q narsa. Aksiya bu okean, katta, chuqur va barqaror va to'lqinlari juda kuchli. Xulosa 120 trillion dollar bozor. Manipulyatsiya qilish juda qiyin, sababi pullaringizni mana yo'qotib qo'yishingiz xavfi juda past. Barqaror narxli turadi, uzoq muddatga o'sish kafolati va dunyo iqtisodiyotining asosi aksiya eng katta va ishonchli bozor.
Xo'p, aksariyat o'z biznes sherik bo'lishingizni tushuntirib o'tib ketaman sizga. Oddiy biznesda katta pul kerak bo'ladi, 10 ming dollardan plus yuqoriroq. O'zingiz ishlashingiz kerak bo'ladi. Xodimlaringiz, ofis, xarajat va hokazo rasxod juda ko'p. Bitta biznes yuqori risk bilasiz va chiqib ketish juda qiyin, chunki siz pullaringizni tikib qo'yganligingizdan keyin molda turadi u pullaringiz va pullaringizni chiqarib olishingiz kerak bo'ladi. Past narxga ham sotib olishga rozi bo'lasiz chiqib ketish uchun. Aksiyalarda siz 50 dollar bilan ham sherik bo'la olasiz. Juda katta kompaniyalarga Meta bo'ladi yoki Apple kompaniyasi bo'lishi mumkin yoki Tesla kompaniyasi mumkin va o'sha kompaniyalarga siz sherik bo'la olasiz. Siz ishlamasdan turib ham daromad qila olasiz, chunki siz sherik bo'lib kiryapsiz, investor bo'lib kiryapsiz. Siz qanaqa mahsulotingiz yo'q, farazlarimiz nimadir problema bo'lyapti, Tesla kompaniyasi sizga vashi farqi bo'lmaydi, chunki siz pul topsangiz bo'ldi bu yerda, investor bo'lib kiryapsiz. 100 dan oshiq kompaniyalarga sherik bo'lib kira olasiz va istalgan vaqtingizda chiqishingiz mumkin. Например, men bugun kirdimmi, ertaga yoki indinga chiqib ketishim mumkin bu kompaniyaning aksiyalaridan. Ana endi qaysi odamlar qancha pul topganligi bo'yicha ham gaplashamiz. Именно bu sferada, aksiya bozorida. Warren Buffett haqida gaplashib o'tib ketamiz. O'zi kim u? 94 yoshda hali ham investitsiya qiladi. Eng qizig'i 11 yoshdan birinchi aksiyasini sotib olgan. Bilsanglar, O'zbekistonda bunchalik rivojlanmagan aksiyalar sotib olish Amerikada 8-5-sinflardan boshlab aksiyalarga o'rgatishadi. Va Berkshire Hathaway kompaniyasining egasi. Qancha topganligi ham bo'yicha gaplashib ketamiz. Boyligi 120 milliard dollarga teng shu odamni aksiyalardan va aksiyalardan 99% boyligini topgan va 60 yildan beri yiliga o'rtacha 20% daromad topib kelyapti. Agar 1965-yilda unga 10 ming dollar berganligingizda bugun o'sha pulni 400 million dollarga baholangan bo'lardi. Keyingi odamimiz bu Robert Kiyosaki. O'zbekistonga ham kelib ketdi. Bu juda ham zo'r odam. Meni kumirim ham bo'lgan, chunki u odamning kitoblarini o'qiganman. Boyota va kambag'alota siz ham eshitgan bo'lishingiz mumkin. Endi bu odam kimligini gaplashib ketamiz. Mashhur investor va yozuvchi. 77 yoshda, moliyaviy savodxonlik bo'yicha o'qituvchi, kitoblari 40 tilda tarjima qilingan. Qancha pul topgan bu odam? Boyligi 100 million dollarga baholanyapti. Ko'chmas mulklar, aksiyalar va oltinga pul kiritib borgan. Boy va kambag'al ota bo'yicha kitobini 40 million nusxasi sotilgan. Robert Kiyosaki aksiyalarni passiv daromad mashinasi deb ataydi. Kate Gill degan odam bor, GameStopga investitsiya qilgan odamlardan biri. Bu odam haqida kino ham chiqqan, ko'rishingiz ham mumkin. GameStop afsonasi, oddiy odam ajoyib natija olib kelgan. O'zi kim u? Oddiy moliyaviy tahlilchi, Reddit foydalanuvchisi bo'lgan. Qiziq oti, bu narsani gapirmayman. 2019-yilda GameStop aksiyalariga ishongan va hamma uni aqldan ozgan deb aytishgan va hozirgi paytda nechta pul topgan bu odam? 53 ming dollar pul kiritib, 48 million dollar pul topgan 2 yil ichida. O'ylab ko'ring, prosta 2 xonali uy sotyapsiz-da, 53 ming dollar tikyapsiz. Endi bir xil payt mashaq zo'r foyda olib keladigan aksiyalar ham bor-da. Kiritib qo'yasiz, 48 million dollarga baholanyapti pullaringiz. Bu butun umr yashamasdan turib ham bolalaringiz, nevara, chevarangiz ham maza qilib yashashga pul yetadi-da. GameStop aksiyalari 4 dollardan 480 dollarga chiqqan va 900 barobar daromad qilgan shu odam. Damon Hens harakatli lideri, olmos qo'llarga ega odam desa ham bo'ladi. Julian Patrulius haqida gaplashamiz. 17 yoshda millioner bo'lgan odamlarimizdan biri va bu odam meni kumirim desa ham bo'ladi, chunki juda ham afsonaviy odam. Avstraliyada oddiy o'spirin bo'lgan. 10 yoshida investitsiya qilishni boshlagan, 17 yoshda millioner bo'lgan va hozir 20 yoshida hali ham investitsiya qilib boradi. 17 yoshda millioner bo'lib, 18 yoshda bankrot bo'lgan, nolga tushib qolgan va qancha pul topganligi bo'yicha gaplashamiz. 17 yoshda 1 million dollardan ko'p pul topgan va buni kapitalizatsiyasi 127 million dollardan oshib boryapti shu odamni va ota-onasi uni aksiya haqida o'rgatishgan. Shu sababdan yaxshigina mentalitet paydo bo'lgan, investor mentaliteti. McDonald's, Domino's, Apple aksiyalariga investitsiya qilgan odamlardan biri. Xo'p do'stlar, endi real qarasak, men nimaga sizlarga boshqa sohalarni maqtamasdan, immuniy aksiyalarni maqtayapman. Sababi bu sohada siz stabil pul topasiz va bu passiv daromad. Hech qanaqa ishingizdan voz kechmasdan turib, foyda topishingiz mumkin. Bir xil biznesmenlar bor, ishdan voz kechmasdan turib pul topmoqchi yoki bir xil odamlar bor, trade qilib aksiyalarda yaxshigina pul qilmoqchi. Shu narsani ham qilish mumkin deb, o'zingiz aktiv pulingizni qilishingiz ham mumkin bu narsadan. Xo'p, stabil daromad nima sababini aytib ketaman-ki, real bizneslarga pul kiritasiz, realni ko'rib chiqasiz, bu biznes hisobotini ko'rasiz, ishlash tartibini ko'rasiz. 100 yildan ortiq isbotlangan narsalardan biri bu va diversifikatsiya juda ham oson. Bu deganligi diversifikatsiya ma'nosini tushuntirib ketaman sizga. Faraz qilamiz, sizda bitta savat bor
va 10 ta tuxumingiz bor. 10 ta tuxumingizni bitta savatga tiqsangiz, tul kelib ketsa, pullaringiz, tuxumlaringiz yo'q bo'ladi. Va siz 3 savat bo'lsa, har xil joyga savatlarga ana qo'yib chiqasiz. Bir xillardan jo'ja chiqilishi mumkin, bir xillari yeb qo'yishi mumkin va hokazo. Shunaqa qilib pullaringizni ham ko'paytirib borishingiz mumkin. Professional odamlar kontrol qilishadi imенно aksiyalarni. Sizning risklaringiz juda ham past bo'ladi bu yerda. Davlat himoyasiga ega, chunki siz aksiyani sotib olib, pullarim yo'qolib qolishi mumkin deb so'rashingiz mumkin. Bunaqa narsa bo'lmaydi. Yuqori likvid bor va dividend passiv daromad olib keladi. Ko'payib boruvchi effekti bor va inflyatsiyadan himoyalangan aktivlardan biri. Xo'p, ana endi o'zim misolimni ham sizlarga ko'rsatib ketaman. Qancha o'zi pul topganman aksiyada. Bittalar portfelimni ko'rib chiqamiz. 2022-yilda boshlaganman shu portfelimni va pullarimni chiqarib 2023-yilda to'liq boshlaganman. 8000 dollar pul kiritib va 2025-yilda foydalarimni yechib olganman. Bu yerda ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Mana 2023-yildan polniy boshlangan va 200,000 dollardan oshiq foyda olib kelgan. Portfelim tepaga o'sib borayotganligini ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Ana endi portfelingizni oson ko'rsatyapsiz-ku, endi so'rashingiz mumkin, bu aksiyalardan o'sish emas, например, pulingizni просто kiritgan bo'lishingiz mumkin-ku deyishingiz mumkin. Yo'q do'stlar, bittalar ko'rsatib ketaman sizlarga hammasini. Yillik nechta pul topganligim bo'yicha statistikasi bor. Mana bu yerda ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Primerni oxirgi kiritgan pullarim 2025-yilda bo'lgan 76,000 dollar kiritganman va 134,000 dollar pul chiqarib olganman. Imенно HIMS degan aksiyaga pul kiritib va hozirgi paytda ko'rib chiqsanglar bo'ladi, pullarim qanchalik ko'payib borganligini, necha foizdan necha foizgacha ko'payib borganligini, обороtim necha pul bo'lganligini bittalar tushunib ketamiz. Mana 2025-yilda выведенni ko'ryapsizlar. 226,000 dollar pul yechib olganman. Ana endi mana savolga javob, pullaringizni просто kiritib ko'paytirgansizmi yoki aksiyalardan deyishingiz mumkin. Mana 2022-yilda внесено ko'ryapsizlar 5000 dollar va 2023-da 5000 dollar pulimni yechib olganman. Undan keyin 8000 dollar pul kirityapman. Bo'ldi. 24-25 da pul kiritmaganman. Ko'rgan bo'lsanglar, pullarimni просто kiritib qo'yganman va stabil o'sha spekulyatsiya qilib pullarimni ko'paytirib borganman. Imенно aksiyalarda qancha foiz o'sganligini ham ko'rsanglar bo'ladi. Ana endi qaysi aksiyalardan qancha pul topganligim bo'yicha ham gaplashamiz. Xo'p, bu yerda HIMS and Hers degan aksiya bor, Bitcoinga ham kiritib pul topganlarim bor. MicroStrategy Incorporated degan kompaniyamiz bor, Tesla, Super va hokazo ko'p xil kompaniyalarimiz bor. Bu yerda ko'rsanglar bo'ladi, HIMS and Hersda 90,000 dollar pul topganman, lekin men 76,000 dollar pul kiritib 90,000 dollar pul topganman. Bu 115% bo'lsa kerak. MicroStrategy Incorporated degan kompaniyamiz bor. Bu aksiya orqali men 5,000-6,000% foyda qilgan bo'lsam kerak. Sababi 3,000 dollar pul kiritib 22,000 dollar pul yechib olganman va hokazo juda katta foiz bo'lgan foydasi. Bu yerda bizga hozir pul topganligim ko'rsatib beryapti, foizini emas. Hop, tezroq moliyaviy erkinligi chiqmasa nima bo'ladi? Bitta xato bor, ko'pchilikda shu narsani ko'raman. Ko'pchilik ham konsultatsiyaga kelganligida yoki maslahat so'rashganligida mendan aytishadi, aka men mashina yoki uy olmoqchiman kreditga va o'shani pul to'lab bormoqchiman, aktiv bo'lib qoladi-yu, baribir menga qoladi-yu deyishi mumkin. Eng katta xato. Sababi, farz qilamiz, siz 700 dollar arenda turgan bo'lsangiz, 10,000 dollaringizni uyga beryapsiz. Zamorozka bo'lyapti pullaringiz. Aktivda aylantirsangiz ham bo'ladi. Bir xil biznes qilmaydi, ishimdan kelib turibdi-yu, ishimdan yopib turaman deydi. Va 700 dollar berayotgan pulingiz baribir ham to'lab berar ekansiz o'sha pullaringizni. 700 dollardan pulingizni to'lab bering-da, 10,000 dollaringiz оборот qiling. Aksiyalarga pul kiritib qo'ysangiz, 3 yilda 60,000-70,000 dollar qilib qo'yishingiz mumkin o'sha pullaringizni va xohlagan uyingizni sotib olasiz. 2 xona bo'ladimi, 3 xona bo'ladimi va hokazo. Va problemangiz ham bo'lmaydi. Nima qilaman, qanaqa qilaman? Isrofgarchilik, psixologiya, ya'ni Amerikada odamlarga taqozo qilaman. O'zbekistonda odamlar juda ham isrofgarchilikka moyin, chunki katta pul topishganligidan keyin isrofgarchilik qilishni boshlaysizlar. Menda ham shu narsa bo'lgan, rostini aytaman. Sistemaga qo'yilgan hisobot yo'q-da, investitsiyaga kirityapsiz va hokazo. Shu sababdan o'zbeklar uni tayyor emas katta pullarga. Katta pul kelgandan keyin bo'ldi, yoshlar nima qiladi? Kreditga mashina oladi, nimadir qilib oladi va hokazo. Jinni sotuvlar qilib oladi. Va shu mentalitet o'zbeklarda bor. Bekorga ham aytmayman, chunki o'zim zo'r ko'rish kerak, pulli ko'rish kerak. Men bunaqaman. No, kod tepsa bir tiyin ham tushmaydi shu odamdan. Shu sababdan Amerikada yoshlikdan mana shu narsani o'rgatib borishadi. Bizda, например, o'rgatishmaydi. Maktabda ham, institutda ham, biznesga va hokazo. Oddiy ishchi bo'lishga o'rgatishadi. Amerikada realniy daromad qanaqa qilish mumkin, passiv daromad, aksiyalarga investitsiya qilish mumkin, portfelda va hokazo. Juda ham zo'r, mentalitet boshqacha. Ana endi bu narsalarga erishish uchun yo'llar investitsiya turlari, mol, biznes yoki metal yoki uyga pul tikib qo'yishingiz mumkin. Nima uchun? Endi bu narsalar emas, aksiyalar sizga qulayroq, halol, xohlagan joyingizdan turib ishlashingiz mumkin. Sizda katta страховканgiz bor, kiritib qo'ygan pullaringiz hech qachon yo'qolib ketmaydi, chunki broker sizga страховка beradi 500,000 dollargacha, pullaringiz xavfsizlikda bo'ladi.
va biznesga kiritib qo'ysangiz, bilsangiz, pullaringiz molda yoki boshqa narsada qotib qolishi mumkin. Bu yerda bunaqa joy bo'lmaydi. Xohlagan payt kiritib oldingiz, xohlagan payt chiqarib oldingiz. Nech pul foyda qolma, nima qolma, ko'rib borsangiz ham bo'ladi. Xo'p, do'stlar, ana endi biz aksiya orqali qanaqa 3 yoki 5 yilda moliyaviy erkinlikka chiqish mumkinligi bo'yicha gaplashib ketamiz. Noldan bittalab nomiga tushuntirib ketaman sizga. Aksiya kirishingizdan oldin sizga broker kerak bo'ladi. Broker o'zi nimaligini ham tushuntirib ketaman sizga. Qaraslarimiz, bu siz va bu broker va market. Market bu birja deymiz, o'sha aksiyalar va hokazo. Broker bu bizani ulab turuvchi vosita, dor. Bu deganligi makler deganligi. Oddiy gapirganda, broker bo'lmasa sotib ola olmaymiz hech qanaqa aksiyani ham boshqa narsani. Chunki 90-yil paytlarida hammasi offlayn bo'lgan, hammasi call centerda o'tirib ana qilishardi va siz u joyga borib sotib olishingiz kerak bo'lardi. Endi o'ylang, aksiyasini sotib olmoqchisiz Apple'da. Onasini ham siz Amerikaga bormaysiz. Shu narsa joyda. Asli bu onlayn bir klikda bir zumda sotib olasiz broker orqali. Xo'p, broker sizga mana shu narsani qilib berayotganligi shu prosent oladi. Prosentlari ham bunaqa yuqori bo'lmaydi. Imенно bizda qaysi brokerlar ishlatishini ham tushuntirib ketaman. Bizda 4-5 xil brokerlar bor. IBKR degan brokerimiz bor, Interactive Brokers. Xo'p, Webbull degan brokerimiz bor. Thinkorswim bor. Har xil brokerlarimiz bor. Brokerlarni tanlab olasiz. Sizga maslahatim IBKR tanlang. IBKR da ham oson o'tib olasiz. Verifikatsiya stepi bor. Verifikatsiyadan o'tganligingizdan keyin hamma daniylarni kiritasiz. Kiritganligingizdan keyin bankka borib, Swift koddan pul to'lab kelishingiz kerak bo'ladi. Bo'ldi, уже bo'ldi. Akkauntingiz ochiq bo'ladi. Brokerga pul kiritgan bo'lasiz va broker orqali siz aksiyani sotib olgan bo'lasiz. Ana endi biz spekulatsiya va trade bo'yicha gaplashib ketamiz. Spekulatsiya va trade farqi bor. Bu oylik targovli, oylik yoki kvartallik targovli bo'ladi. Buy and hold emas. Buy and hold qanaqaligini tushuntirib ketaman sizga. Faraz qilamiz, mana narxi yuribdi va Tesla narxi, Tesla kompaniya deymiz, $100 baholanyapti, to'g'rimi? Buy and holdda. Men sotyapman va narx mana bunaqa yuryapti, chiqyapti, tushyapti va 1 yildan keyin sotaveramman. Faraz qilamiz $200 Men shu yerda, например, $10,000 tikkanligimda 20,000 qo'yganman, to'g'rimi? Просто pul tikib qo'ydim, hech nima qilmadim. Ana endi biz spekulatsiya bo'yicha gaplashamiz, trade bo'yicha gaplashamiz. Xuddi shunaqa holat, spekulatsiya deymiz. Narxi $100 turibdi. Men nima qilaman? 3,000, 2,000, $1,000 yoki $500 farqi yo'q. Любой pul bilan boshlaysiz bo'ladi. Bu yerda uni katta pul shart emas spekulatsiya va trade'da. Sotyapman. Men endi fundamental va texnik instrumentlarni ishlataman. Shu narsa qaysi joyga yetib borishi mumkin, o'sha instrumentlar orqali bilib olaman. Bilganligimdan keyin faraqsiz mana 120 ga yetdi. Men pulimni chiqarib oldim. Yechdim. Narx tushadi, yana pastroq sotib oldim. Chiqdi, sotib oldim. Tushdi, sotib oldim. Chiqdi, sotib oldim. Shu paytda bu odam prosta ushab turganligida biz targovlik qilib tashlaymiz. Tushunasizlar? Spekulatsiya mana shu narsa deganligi. Arzonroq narxda tezroq sotib olib, tezroq sotish. Shu orqali siz tezroq foyda qilasiz. Bu yerda uje yiliga, например, momentda 100% foyda qilgan bo'lsa, bu yerda siz 500% foyda qilgan bo'lishingiz mumkin. Shu joylari ham bor. Xo'p, ana endi biz kvartal otchetlar bilan targovlarni tushuntirib ketaman sizlarga. Bizni kvartal otchetlar bilan targovlar qilishimiz uchun har xil instrument ilovalar bor. Ilovalar ham sizlarga kerak bo'ladi. TradingView degan ilovamiz bor. Bu ilova orqali siz mana sizga aytganligimda chart bor. Bu aksiyaning narxi yoki любой valyutalar narxi qanaqa yurayotganligini ko'rib olishingiz mumkin. Mana yurayotgan imini narxlari bu istoriyasi bo'ladi. O'sha oldingi istoriyasi nech pul bo'lgan va hozirgi paytda nech pul turibdi narxi. Yahoo Finance degan ilovamiz bor. Yahoo Finance ilovamiz orqali biz aksiyalarni saralab olamiz. Bu qanaqa narsa? Sektorlari bor. Nimaligini tushuntirib ketaman bittalab. Sektor bor, aksiyalarning ichki otchetlari bor. Hammasini mana shu orqali saralab olamiz. Mana saralab olish ham deymiz. Sektor o'zi nima? Bittalab tushuntirib ketaman. Faraz qilamiz, aytdim sizlarga 2020-yilda koronavirus bo'lgan. O'sha payt meditsina sektori rivojlangan deganman. To'g'rimi? Mana 2025-yilda sun'iy intellekt sektori rivojlangan. Tushunasizlar? Sektor bu har xil o'sha ishlab chiqaruvchi bizneslar qanaqa toifada ishlayotganligini ko'rsatib beradigan narsa. Faraz qilamiz, fermerlik sektori bor, meditsina sektori, ishlab chiqarish sektori bor va hokazo. Qaysi sektor yaxshi rivojlanayotganligini ko'rasiz va o'shani tanlab olganligingizdan keyin siz o'sha sektorlarga pul kiritib borasiz. Tushunib oldingiz? Faraz qilamiz, например, mana bu sektorda, AI sektorida, sun'iy intellekt sektorida например, Nvidia aksiyasi bor, SMCI degan aksiya bor va hokazo, to'g'rimi? Meditsinada bir xil har xil aksiyalar bor. Faraz qilamiz, fermerlikda har xil aksiyalar bor.
Ko'rasizda analiz qilasiz, mana bundan zo'r yurar ekan deysiz. Mana bundan zo'r yurar ekan, bundan bu zo'r yurar ekan va diversifikatsiya qilasiz. Har xil sektorlarga pul kiritib borasiz. Tushunyapsiz? Отчетda nima tushuntirib o'tkatiladi? Отчетda kompaniyaning hisobotlari bo'ladi. Kompaniya nechta pul aylantiryapti, pul aylanmasi, undan keyin qarzdorliklari va juda ko'p faktorlar bor. Shu faktorlarni analiz qilib olasiz, bu kompaniya ehtimoli yaxshi yuradimi, yo'qmi? Undan keyin saralab olish. Saralab olishda ham zo'r foyda beradi. Mana sektor orqali saralab olishingiz mumkin. Undan keyin o'tda zo'r o'sgan va zo'r tushgan aksiyalar bor. Bizni ko'proq pastga tushgan aksiyalarni saralab olishimiz kerak. Bu degani, juda ham narxi o'sib ketgan aksiyaga qiziqmang, chunki bu juda ham narxi o'sib ketdi, bo'ldi, qiziq emas bizga. Bizga qiziq aksiyalar bu narxi juda ham pastga tushib ketgan aksiyalar. Bularni ham to'g'ri saralashni bilish kerak bo'ladi. O'sha yerda biz imенно Yahoo Finance orqali ko'rib olamiz. Ana endi bu narsadan o'tganligimizdan keyin biz TradingView ilovamizni ishlatamiz. TradingView ilovasi orqali mana aytganligimda mana chart bor. Bu chartda siz texnik analiz ishlatasiz. Texnik analizda instrumentlar bor, har xil instrumentlar bor. Hozir bittalar kirib ketmayman. Shu instrumentlar orqali targovlik foyda qilasiz. Insider targovli degan narsamiz bor. Insider targovlida bu odamlar qaysi zo'r odamni sotib olganligini bilish. Farqlarimiz Bloombergdan yoki Yahoodan bilishingiz ham mumkin. Например, aytganligimizdek Warren Buffett to'g'rimi? Warren Buffett mana video yozib qo'yaman. Warren Buffett qaysi aksiyalarga pul kirityapti? Shu aksiyalarga kiritayotganligiga qarab, siz ham orqasidan qaytarishingiz mumkin bo'ladi. Endi bu deganligi 100% mashinga o'xshab pul topaman deganligi emas, chunki kiritib qo'yadi. Ularga farqi yo'q. Katta kapital ega bo'lishadi. 5%, 1% o'tsa ham farqi yo'q ularga. Sizga buni qiziq bo'lmasligi mumkin. Har xil imенно insiderlar bor, zo'r trade qilayotgan odamlar bo'lishi mumkin. Chunki meni orqamdan kuzatishingiz mumkin, qaysi aksiyaga kiryapman, nima qilyapman, chiqyapman, shu orqali pul qilishingiz ham mumkin bo'ladi. Bu insider targovli deyiladi. B nuqtaga kelganligingizda nimalarga erishasiz? Bu pensiyaga chiqishingiz mumkin. Faraz qilamiz, 50 yoshda emas, istagan paytingizda. Например, siz 25 yoshda yoki 18 yoshdamisiz, 5 yilda yoki 3 yilda chiqishingiz mumkin shu pensiyaga. Endi bu siz tizimlashtirib olganligingizga qarab. Xo'p, moliyaviy erkinlikka chiqishingiz mumkin. Moliyaviy erkinlikda ko'p odam nimaligini tushunmaydi, aniq. Bu pul tomonlama nimadirga muhtoj bo'lmaslik. Faraz qilamiz, xohlagan payt men boraman deb iPhone 17 Pro olaman. Xohlagan payt boraman deb любой restoranga boraman deb narxiga qaramasdan ovqatlanib o'tiraman. Xohlagan payt chet elga uchib ketaman, vaqtimga qaramasdan. Endi vaqtni ham aytib ketaman. Vaqt ham bu katta narsa-da, moliyaviy erkinlikda. Например, ishingiz bo'lsa, siz chiqib keta olmaysiz ishingizdan. Yoki nimadoringiz bo'lsa, proyektingiz yoki o'qishingiz bo'lsa, chiqib keta olmaysiz. Majbursiz o'tirishga. Bu yerda men majbur emasman. Menga vashcha qiziq yo'q. Xohlasam ketaman, xohlasam O'zbekistonda yashayman. Majbur emasman O'zbekistonda yashashga. Faraz qilaman. Xohlasam Turkiyada yashab ko'raman, xohlasam u yerda yashab ko'raman. Endi har joyda yashab ko'rib, o'zim ham bilganman. Joylarga mana bir joyga bog'lanib qolmaysiz. Например, uyingiz bo'ladi, uyingiz bo'lib turib, например, mana shu uyim mashitayu, men chiqib keta olmayman yoki bitta lokatsiyaga. Bilamiz, bularimizni SSR davomida bir lokatsiyani yaxshi ko'rsatib tanlashni. Shu joydan bu joyga ko'chmaymiz deb, bolam, mashita o'sganmisan, shu yerda katta bo'lasan deyshadi. Bu keling, men bitta uy olaylik desa, "Ayyo" deyshadi. Menga shu lokatsiya, o'zimni joyim yaxshi deyshadi. Endi bu SSR davodan qolib ketgan odam bir joyga bog'lanib qolishi. Shu narsa bo'lmasligi uchun bizda shu narsa bloklarni yechishimiz kerak bo'ladi. Boya tug'ilmagan bo'lsangiz ham sizdan boshlanishi mumkin shu boylik va shu pullarni bolalaringizga meros qilib ketsangiz ham bo'ladi. Bir xilda bilasiz, oddiy kapital qilib uy, ko'chmas mulklar meros qilib ketishadi. Bir xilla Amerikada ko'proq aksiyalarni meros qilib ketishadi. Chunki yoshidan tug'ilishdan oldin bir xilla kapital tuzib qo'yishadi aksiyalar va bolasi voyaga yetgandan keyin shu aksiyalarga investitsiya qilib yurishadi, katta pul qilib qo'yishadi va shu aksiyani aytishadi, mana senga meros bo'ldi. Bu pullarni yechib olib biznes qilishing mumkin, xohlasang yana aksiyalarga investitsiya qilib yurishing mumkin va hokazo. Bu bolaga kelajak yaratib berish mumkin. Endi bizda andisha degan narsa bor. O'zbeklarda juda ko'p o'zbeklarimiz uyalishadi. Nimadir qilishga, kattaroq biznesmen bilan ko'rishib qolsa, so'rashga, savol nimadirga va hokazo. Siz investor bo'lganligingizdan keyin sizga qiziq bo'lmaydi. Bu odam nima o'ylayapti, nima qilyapti? Menga bu narsa qiziq deysiz. Xohlasa men bilan gaplashsin, xohlamasa gaplashmasin. Hech kim qarama bo'lib qolmaysiz qaysidir odamdan bilim olish uchun, nimadir olish uchun. Chunki hamma sizga qarama bo'lib qoladi, siz bilim berib yurasiz. Bilim berib yurish ham juda foydali tomonlari ham bor. Chunki siz bilim almashuv qilasiz. Ana endi o'zim haqimda gaplashsak, A nuqta bilan B nuqtamni oylik yashab yurganman. Shu paytlarida Pochchami magazinlarida ishlaganman. Imенно zapchast sotish 2 million oylik topardim. 2016-yilda bir xil o'sha paytda zo'r bo'lishi mumkin bu oylik, bilin. Faraz qiling, ertalab 5 da turasizda va obeddan keyin bir kechki payt ketib olasiz. Vaqt yo'q, moliyaviy erkinlik yo'q
korobkalarni tashish kerak, odamlarga, klientlar bilan gaplashish kerak, bosh og'riq. Birinchi va oxirgi ishim shu bo'lgan, boshqa ishlamaganman. Vaqtim juda kam bo'lgan, stabil daromad bo'lmagan. Qachon kapitalimni yig'aman, uy yoki mashina sotib olaman degan niyatla yurardim. Endi bir nuqtam gaplashsak, hozir moliyaviy erkinman va pensiyaga chiqqanman o'zi 25 yoshda va hozirgi paytda ikkita passiv biznesim bor. Ana endi do'stlar, biz eng zo'r joyga keldik. Oxirigacha ko'rganingizdan o'zim ham hayronman va siz juda ham katta investitsiya qilasiz o'zingiz bilimingizga. Ana endi ishingizdan voz kechmasdan turib, passiv daromad manbai yaratmoqchi bo'lsangiz yoki kamroq byudjet bilan qanaqadir biznesga yoki nimadirga pul kiritib qo'ymoqchi bo'lsangiz yoki bir joyda bog'lanib qolmasligini xohlamasangiz, men sizlarga bitta zo'r yangilik tayyorlab qo'yganman. Bu esa 2 oy ichida moliyaviy erkinlikka chiqish formulasi. Bu imini moliyaviy savodxonsizlikdan moliyaviy savodxonlikka tezroq erkinlikka chiqarib turadigan imini kurs dasturi. Bu yerda to'laqonli investorga aylana olasiz. Uzoq va qisqa muddat strategiya orqali pul topishni o'rganasiz. Investitsiya olishlarning uslublarini ko'rasiz va o'sha pullarni trade qilishni o'rganasiz. Aksiyalarda texnik va fundamental analizlarni qilishni o'rganasiz. Do'stlar, endi bu 2 oy ichida ishlab chiqarilgan davomida kurs emas. Bu narsa bo'yicha o'zimning tajribam va o'zimning opitlarim orqali chiqqanman bu video darsini. 1 yil 2 yil vaqt ketgan va sizlarga bittalab tajribalarimni ko'rsatib ketaman. Ushbu dasturda nimalarga ega bo'lasiz? 7 hafta dars bo'ladi. 4 ta jonli efir bo'ladi, 20 ta 1 yoki 4 soatlik darsi bo'ladi. Boshqa odamlardan bilsangiz, farazlarimiz 5 minut 10 minutlikdan bittalab kurs 20 ta 80 ta katta ko'rsatishadi. Men nimaga kam qilib ko'rsatman, ko'proq ko'rsatman, meni video davomligini. Sababi siz bir xil joylarda o'tkazib yuborishingiz mumkin. Xohlagan joyini ko'rib ko'rmaslik joyi ham bor. Odamlarda bilamiz, meni psixologik tarafidan, chunki men psixologiyani yaxshilab o'rganganman. Shu sababdan yaxshilab odam o'rganish uchun bittalab dastur tuzib chiqqanmiz. Bonus darslar bor va sovg'alar bor. Dastur qanaqa tarkibda o'tadi? Offlaynimiz ham bor, onlaynimiz ham bor. Dasturda to'liq amaliyot va tajribalardan tashkil topgan bo'ladi. Har bir darsdan so'ng sizga uy vazifalar beriladi. Har hafta shaxsan o'zim bilan savol-javob va jonli efirlar bo'ladi. Bu yerda polniy psixologik dasturda tuzib chiqilgan. Oddiy kurs emas, prosta o'rganib chiqib ketding bo'ldi emas. Bittalab sizlarga o'rganib o'tib ketiladi. Birinchi modulimizda bu tezkor boshlash. Birinchi modulni o'zida sizlarga investitsiya qilishni o'rgatib o'tib ketamiz. Bu o'zi portfel yaratib, brokerdan verifikatsiyadan o'tib, o'zi investitsiya qilib, o'zi foyda qilishni boshlaysizlar. Birinchi haftani o'zida. Boshqalarda oxirida o'rgatilinadi. Sizlar tezroq rezultatga chiqishinglarni xohlayman o'zim ham. Bu yerda instrumentlarning turini o'rganasizlar. IPO, aksiyalar, penny stockslar, dividendlar va hokazo hammasi o'rgatilinadi. Trading yo'lini ishlatish, Yahoo Finance'larni ishlatish. Bu modul natijasida nimaga erishasiz? Aksiyalar bozor to'liq analiz qilishni o'rganasiz, depozit ochib olasiz va o'zi targovlar qilishni boshlaysiz. Qaysi ilovalar kerakligini ham tushunib olasiz va ularni yaxshi ishlatishni o'rganib olasiz. Ikkinchi modul bo'yicha gaplashib ketamiz. Portfel va strategiya, investorlar turi bo'yicha gaplashiladi. Bu yerda ko'proq, sababi siz spekulyatsiya qilishingiz mumkin, uzoq muddat qilishingiz mumkin. Qaysi biri sizga ko'proq to'g'ri mos keladi va odam psixotipiga qarab tushunib ko'rsatib ketaman. Sizlarga bittalab konsultatsiya bo'ladi. Birma-bir har bitta odamga tuzib chiqamiz portfellarni. Oddiy prosta hamma bir xil tuzib oladigan narsa bo'lmaydi. Bu yerda uzoq muddatli spekulyatsiya, portfel saralash hamma tartiblarni o'rganib olasiz. Texnik analizlarni, svejeli, time frame'lar, strukturalar, aksiyalar savdo qilish vaqti, support va resistance va hokazo hamma imini texnik analiz ham, fundamental analiz ham tushuntirib o'tkatiladi. Modul natijasida siz o'zingiz rejalaringizni qarab olasiz, qaysi joyga investitsiya qilishingiz kerakligini tahlil qilishni tushunib olasiz. Aksiyalar to'laqonli bitim ochishni o'rganib olasiz. Texnik va fundamental analizni o'rganib olasiz. Xo'p, 3-modulda xavf menejmenti, bu risk management deymiz. Eng muhim modullardan biri, chunki siz qanchalik ko'p pul topishingiz bu narsaga bog'liq bo'ladi. Ochlik qilmaslikni o'rgataman sizlarga va to'g'ri foydalanishni o'rgataman. O'zim strategiyalarim bor. Qanaqa ko'proq foyda qilishingiz mumkin, kichkinaroq miqdor pul kiritib. Risk reward qo'yish uchun o'tib ketamiz. Win rate ko'proq aniqlash bo'yicha hisobotlar bilan savdo qilishni o'rgatib o'tib ketaman. Brokerda limitni qo'yishni o'rganamiz. Juda ko'p targovlarda broker ochishingizdan oldin targovlarda limit, market va hokazo orderlar bor. Orderlar tipini o'rganib o'tib ketamiz. Diversifikatsiyani o'rganib o'tib ketamiz. Google Sheet'da обязательно siz kundalik hisobot tizimini o'rganamiz. Bu yerda Google Sheet'da, Excel'da hisobot tizimingizni bittalab qo'yib chiqib o'tib ketasiz. Nimaga kiritmoqchiman, qachon kiritmoqchiman, har bitta planirovkani o'rganamiz. Chunki men har doim bilgan bo'lsanglar, mana iPadimda ham ruchkasida planlarimni yozib chiqaman. Imini notslarimda 500 dan ortiq zametkalarim bor. Bekordan bekor sizlarga o'tkazmayapman bu narsani. Sababi sizlarga ham sistemali bittalab targovlik qilishni o'rgataman. Plan tuzishni o'rganasizlar. Psixologiya va intizom bu обязательный narsalardan biri.
Xo'p, bu modul natijasida siz risk portfeldan boshqarishni o'rganasiz, rejali tartiblarni o'rganasiz Excelda va o'zingizning ishtirokisiz foyda qilishni o'rganasiz va zararni cheklashni o'rganasiz именно brokerda. 4-modulda fundamental tahlil, bu yerda mavzularda полностью kompaniyani analiz qilishni o'rganib olasiz. Именно balance sheetlari, cash flow qanaqa оборот bo'lyapti, kompaniya qarzdorga kirib qolgan bo'lishi mumkinmi, yo'qmi, halol va harom taraflarini bittalab ko'rib o'tib ketamiz. Bilsanglar, kompaniya paytma-payt o'zgarishi mumkin va halol va haromligi. Shu narsalarni bittalab gaplashib o'tib ketamiz sizlarga. Bu informatsiyalar sizlarga kerak bo'ladi. Xo'p, bu modul natijasida to'liqonli ichki hisobotni o'rganasiz, yengilliklar orqali foyda qilishni o'rganasiz va kompaniyalarni solishtirish tartibini o'rganasiz. 5-modulda bu real investitsiya qilishni boshlaymiz. Bu yerda har bitta odam bilan o'sha 1-modulda investitsiya qilishni o'rganib olasiz-ku, portfel bo'ladi. Hammani xatosini yoki xato emas, qilayotgan foydali tomonlarini gaplashib ketamiz. Chunki bir xilda xato bo'lishi mumkin, bir xil net o'qiyotgan bo'lishi mumkin investitsiya joylarini bittalab har birma-bir bitta odam bilan gaplashib ketaman. Konsultatsiya bo'ladi va bu modulda siz trade qilishni ham o'rganasiz. Chunki bu modulda bittalab trade qilishni o'rgataman sizlarga. Qisqa muddatli spekulyatsiya targovlar bo'ladi, yengilliklar orqali targovlar juda ko'p xil trade variantlari bor imенно aksiyalarda. Bu yerda sizlarga imенно Amerikadan olib kelgan va Qozog'istondan olib kelgan imенно informatsiyalarni sizlarga bittalab gapirib o'tib ketaman. Portfellarni tuzish qismlari bo'ladi va ko'p informatsiyalar bo'ladi. Endi bu modul natijasi investitsiya prop shot olishni o'rganasiz. Boshqa investorlardan pul olib, shu narsani targovlar qilishni o'rganasiz. Moliyaviy savodxonlik bo'yicha konsultatsiyalar bo'ladi. Uzoq muddatli portfel tuzish va tezroq pensiyaga chiqish uchun. Xo'p, aksiyada trade qilish strategiyasini o'rganasiz. Endi ketdik 6-modul. Bu finalniy modulimizdan biri. Imtihonlar bo'ladi va prop shotlarga imtihonlar ham bo'ladi. Texnik analiz полностью full bo'ladi. 30 bittalab tushuntirib ketaman va bu modul natijasida komandaga qo'shilish imkoniyati bor bizning komandamizga. Texnik analizni A nuqtasidan B nuqtasiga полностью tushuntirib ketaman. Va yana nimalarga ega bo'lasiz? Birinchisi, bu kursni muvaffaqiyatli tamomlagan o'quvchi investorlar jamiyatidan bepul qo'shiladi. O'qishdan keyin 5 oy o'zim va yordamchilarim bilan aloqada bo'lasiz. O'qishdan keyin men o'zim bizlarimni ekskursiya qildirtiraman. Qo'shimcha mehmon spikerlar ham maxsus kelishadi. Xo'p, tariflarimiz standart tarifimizda bu yerda 20 ta darslik 1 va 4 soatdan bo'ladi. Kurs uchun 2 oylik dostуп bor. Premium va standart tarifi ikkalovi onlayn tariflar. Bu yerda premium tarifda 6 ta bo'lim bor, 20 ta 1 yoki 4 soatlik darslar, yordamchilar nazorati bor. Shaxsan o'zim bilan Zoomlar bo'ladi 4 marta. Va bir marta offline dastur bo'ladi. Полностью ko'rishib, hammasini gaplashib olamiz. Darsligi 5 oylik dostуп bor va signal kanaliga 2 oylik dostуп beriladi. Va VIP guruh bu offline guruhimiz. Offline guruhda 8 ta modul, 18 ta полный offline dars bo'ladi va VIP tarif o'quvchilar uchun umumiy guruh bor. Meni o'zim shaxsiy nazoratimda bo'lasizlar. 2 ta mehmon spikerlar kelishadi. Kursdan keyin 4 oy konsultatsiya men bilan birgalikda razbor bo'ladi. Barcha onlayn darslarga 4 oylik dostуп bor va prop shot va aksiyalar trade qilishni полностью strategiyalari o'rgatiladi. Joylar soni offlaynda 20 ta, chunki men o'zim hech qanaqa uspevать qilmayman bu narsa uchun va 6 ta tanishlarim уже yozilib qo'yilgan. 14 ta joy qolgan. Onlaynda 50 ta joyimiz bor. Spokойный anaqa to'ldirib olsanglar ham bo'ladi. Do'stlaring tanishib oldinglar, joylar soni bilan, tariflar bilan va bu modellar boshqalariga o'xshamagan. Men sizlarni tezroq rezultatga olib chiqmoqchiman. Sababi o'zimni xatolarim, o'zimni opitlarim orqali sizlarga bittalab yaxshilab tushuntirib ketaman. Bu yerda tezroq rezultatga chiqishinglar uchun sizlarga bittalab struktura tuzib chiqilgan. Ana endi hozirgi joyingizni band qilsangiz, bu kursga yozilib informatsiyalaringizni kiritib o'tsangiz bo'ladi. Bu narsani to'ldirganingizdan keyin sizlarga bonus berib o'taman. Xarakteringizga va moliyaviy holatingizga qarab portfel tuzish formulasi bu video darslik bor. Va signal kanalimga bir oylik dostуп beraman. Undan keyin o'zimni kirmoqchi bo'lgan aksiyalarim bo'yicha razborlarni tashlab beraman. Undan keyin passiv bizneslarimni razbor video darsligi bor. Bittalab ko'rsatib ketaman. Sizlarga ham qiziq bo'lgan bo'lishi mumkin. Joyiz band qilganingizdan keyin menejerlar sizlarga aloqaga chiqib, bittalab shu bonuslarni berishadi. Ommaga berilmaydigan bonuslarni ham berishadi. Men o'zim ham o'ylanib $1000 bilan investitsiya qilishni boshlaganman. 1 yil vaqtimni ketkazib, endi 1 yil o'rganganman bu sferani yaxshilab, undan keyin pul kiritganman. O'zim ham xatoim bo'lgan, vaqtliroq qilganligimda boshqa rezultatlar bo'lishi ham mumkin edi va passiv bizneslarga va kapitallarga erishganligimni ham bittalarga gaplashib o'tganmiz sizlar bilan. Va bu kursga qabul faqat bu darsni ko'rganlar uchun dostуп bor. Chunki men hech qayerda ko'rsmaganman, reklama ham qilmaganman. Bu kursga davay ochdi, sotib olinglar deb narsani qilmaganman. Bu videoni ko'rganligingizdan keyin shu kursni olishingiz mumkin. Siz oldindan ro'yxatdan o'tsangiz, joy band qilsangiz, eng zo'r narxlar beriladi va bonuslar beriladi. Kursga joy band qilish uchun pastda havola bor. Shu pastdagi havoladan o'tsangiz, bittalab menejerlarim sizlarga telefon qilib chiqishadi.
Videoni oxirigacha ko'rganligingiz uchun maxsus video darslik bor. Aynan shu kanalda bo'ladi. Ro'yxatdan o'tib qo'ying. Do'stlar, kursimga ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, sizlar bilan xudo xolasa ko'rishamiz va sizlar bilan menejerlarimiz aloqada bo'lishadi. O'tkazib yubormang, moliyaviy erkinlik formulasi kursimizda ko'rishamiz.